Quyidagi 7 ta toifa yigitga turmushga chiqishdan oldin bilingki, ajrim ehtimoli bu yerda katta. 100% emas albatta, lekin ehtimoli katta. Birinchisi bu yosh yigitlar. O'zbekiston sharoitida kech ulg'ayiladi bizda, shuning uchun 24-25 yoshgacha men tavsiya qilmagan bo'lar edim. Ikkinchisi bu kasbi, daromadi, intilishi bo'lmasa. Sevgi, конечно, hammasi bular ajoyib, lekin bu bilan qorin to'ymaydi. Asosiysi finans, ya'ni moliyaviy ahvoli bo'lib qoladi to'ydan keyin. Uchinchisi, uylanish qarori o'ziniki emas, ota-onasiniki bo'lsa, ya'ni qulog'im tinchsin deb uylanyapti, bu qaror o'ziniki emas, jiddiy qaramaydi. Puli, mashinasi, uyi, daromadi otasiniki bo'lsa. Bu yerda yigit hali ulg'aymagan, separatsiya bo'lmagan, yetuk bo'lmagan, muammolar bo'ladi albatta. Meni aytganim bo'ladi, ya'ni faqatgina meni qoidalarim bilan yashaysan, seni qalbing esa menga qiziq emas. Bu joyda обязательный bosim bo'ladi, zo'ravonlik bo'ladi va u yerda qizni qalbiga absolutno quloq solinmaydi. Muammo bo'ladi, ajrim ehtimoli bor. To'ydan oldin kamsitish, zo'ravonlik, yerga urish, haqoratlar bo'ladigan bo'lsa, to'ydan keyin 5 battar bo'ladi, yaxshi bo'lmaydi. Va klassik janr albatta onamni rozi qilsang, meni rozi qilasan, ya'ni maminkin sinok. Bilingki, ushbu holatda boshidan belgilar bo'lsa, ya'ni onamni aytgani bo'ladi deydigan bo'lsa, keyin muammo bo'ldi deguncha siz haqmisiz, nohaqmisiz, u yerda faqat ona hammasini hal qiladi, ya'ni farmon bibi. Va sevgi uchburchagiga boshidan qo'l qo'ygan bo'lasiz. Ajrim ehtimoli katta.